Hurmatli koloristim, aynan koloristikada shu kungacha qo'llanilib kelayotgan bo'yoqlarning qutilaridagi raqamlarning ichida qanday ranglar borligi haqida bilarmidingiz va qo'shimcha raqamlar qanday ma'noga egaligi haqida bilishni istaysizmi? Istalgan brend bo'yoq qutisidagi nuqtagacha birinchi ko'rsatilgan raqamimiz aynan tabiiy sochlarimizning 12 ta belgilangan qatordagi nomlari bilan nomlanadi. Ular rang xususiyatiga ega emas. Keling endi nuqtadan keyingi qatorlardagi raqamlardagi ranglar qanday ranglar haqida tanishamiz. Qizil raqam koloristikada 5-raqam bilan belgilangan. Sariq rangimiz esa 3 raqami bilan belgilangan. Medniy, oranjoviy yoki bo'lmasam o'zbek tilida olov rangimiz esa 4-raqam bilan belgilangan. Bir raqamimiz bizda to'q, ko'k, ya'ni siniy rangni ma'nosini bildiradi. Yashil rangimiz esa 2 raqami bilan belgilangan. Fioletoviy yoki bo'lmasam siyoh rangimiz esa 6-raqam bilan belgilangan. Sizlarga bu sir haqida ko'pchilik koloristlar ma'lum qilmagani bu aniqdir. 7-raqam korishneviy, ya'ni jigarrang rangimiz belgilanadi. Bo'yoq qutimizda ko'rsatilgan nuqtadan keyingi 3-raqamimiz esa koloristik til bilan aytganda дополнительный цветной nyuans, ya'ni qo'shimcha ranglar raqami deb hisoblanadi. Qutilarda ko'rsatilgan nuqtadan keyingi 1, 2 va 3-raqamlardagi ranglarning ichlaridagi foizi qay darajada yuqori yoki pastligini bilish uchun avvalambor siz kraskani test holatidan o'tkazishingizni tavsiya beraman.